Tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Kecha nevoqliga yetib qolding, o'rtoq. Dasini berari bor edi, oldiga o'tib keldim. Menga qara. Kechki qizlar nima qilding? Sen yo'san, bitta o'zim nima qilaman demda haydab yubordim. Pulni ham bermading. Yo'q. Ajoyibsan-de o'rtoq. Endi hayotda hamma narsa bo'lib turadi. Aytdim-ku, hal qilamiz deb. Nimamush, ketqizgan vaqtimga rozi emasmanmush de. Shu sen o'rtoq, yaxshi mashina chiqib qoldi, arzonroqga. Azgina yetmayapti, yordam qila olmaysanmi? Sen uchun jonim fido-ku, jigar. Nima mashina ekan? Bitta BMW. O'rtoq kimdir rasmga olib ketdi hozir. Hech kim yo'q-ku. Ana hozir chiqib ketdi, o'rtoq. Jinni bo'lib qopsan, kamroq hech kayfing oshib qopti. Ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahallar, bitta ishlatmaydi kallar. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q. Mazza qilamiz ham. Kayf qilamiz o'rtoq bugun. Ertasi yo'q bu Yetdi. bollani. Oppa. Tayyor. Menga qara o'rtoq. Oshiraveramiz-yu. Azgina to'xtatmasak bo'lmaydi. Nima sen silabiy bo'lib ketyapsanmi? Yo'q. Prosta menga bu yurishimiz yoqmayapti-da. Takansa kayf qilish kerak. Dal shikayat qilamiz. Alo. Qattasan? Ishlarim ko'payib ketdi, ko'chada edim. Tez sklatga yetib kel. Bo'pti. Hozir boraman. O'tirib turamiz, bitta joyga o'tib keling. İşleganim tunni kun oyma oy. Mani do'stlarim chaqiradi boy, omadi kelgan bola. Tug'ilgani tayyor joy, xuddi shkafimda faqat brend. Assalomu alaykum. Lekin uni bilmaydi, ishlaganim tunni kun. Boyitcha. Yuribsizmi? Yurman bunda. Ertasi yo'q bu yo'llar. Bugundan boshlab mashsani uying. Hazillashyapsizmi, aka? Bizani davrimizda kayf qilib yashayman deb o'ylamading. Bu yog'iga mashta mehnat qilib, o'zingni peshini teringga pul topasan. Men hozir tushunmayapman. Nimaga menga bunaqa gaplar gapirasiz, chaqirib olib? Tushuntirib berish kerakmi senga? Yosh bola deb o'ylayapsanmi? Bilaman qatta qanaqa bo'qib yurganingni. Chiqarman bundoq hamma narsani. Chiqardim men senga. Sizlarsiz ham kunim o'tadi. O'sha bergan pulingiz, mana o'sha mashinangiz, Telefonni ham ol bu yoqqa. telefon ham sizga. Bo'ldimi? Allo, Bobur aka. Kelyapsizmi? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Shu narsa kerak emas edi-da. O'zim ham bil olayman hammasini. Shart emas. Kerak emas sizlarning mol dunyoga. Bu yoqqa kelman bundoq. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Hammasini o'zim qilaman. Bu yoqqa dedim men senga. Bundan boshlab mashsani uying. O'zingni peshini teringga topasan. Hammasini o'zim qilaman. Endi xo'jayin, bola hali yoshda. Ularga qarab turmasa bo'lmaydi. Hamma narsani qiladi. Bu dunyoda hamma narsani pul hal qiladi. Farqi yo'q qanday ish bo'lsa, muhimi cho'zeli to'lsin. Hamma bilsin qanday zo'rsan, sistemaga qarshi belsinadi. Men bo'lib xo'jayinni jiyanimi? G'urchilik qildim. Ko'p gapirmoqchi. Hamma bilsin qanday zo'rsan, hamma narsani pul hal qiladi. Bobur. Ye, Bormisan o'rtoq? O'rtoq, Charchamayapsan? Bir haftadan beri yo'san, tinchlikmi, nima bo'ldi? amakim hamma narsani bilib qoldilar. Nimani bilib qoldilar o'rtoq? Shu kayf qilib yurishimizni. Qizlarni. Yo'q-e. Menga qara, prostoy telefoning bormi sani? Yo'q, o'rtoq, telefonim umuman. Ha, yo'q-e. Yurishing ham bichlariga o'xshab qopti, o'rtoq. Tushunmadim, nima deding? Qani, kar qilib yurganlaring, telefoning, mashining. Amaking bilib qoldilar deydi, to'g'rimi? Olib qo'ydilarmi hamma narsangni, erkatoy? Bu menga qara. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Shu pulga sen ham kayf qilgansan. Nima sen tuzunib, tuzlig'iga tupuradigan bo'lamisan shunaqa? Kayf qilgan bo'lsam, o'sha paytda kayf qilganman. U paytlar o'tdi ketdi. Sen sinding, tushundingmi? Mana qo'lingni ham olgin.
charchama. Sog' bo'l. Hamma narsani pul hal qiladi. Sansin. Yomon o'rtoqdan saqlasin Xudo. Alvido deb xayrlash. Ozgina yetmayapti, yordam qo'ramaysan. Yurmasin birovni pulini sochib, tirikchilikni to'g'ri. Bobur o'zi yaxshi bola. Prosta uni yonidagilar uni buzyapti. Unisidan xavotir olmang. U bola boshqa Bobur oldiga yaqinlashmaydi. Endi xo'jayin qattiqroq ushurish kerak. Mayli uni qo'ying. Bugun oddiq bo'lsa, nima qolsa hali ham ishxonada. Bilasiz, ishimni yaxshi ko'raman. U yoq bu yoqqa qarayman deb kelgandim. Shunga qolib ketib qoldim. Yaxshi. Qisqasi, Bobur skladda. Xo'p, Bir yo'lni qilib mashina yetkazиш kerak. balkim kerak emasdir. Bola eplayapti-yu. Siz yetkazing bo'ldi. Baribir janinda. Bobur. Hozir. Ye, assalomu alaykum Komil aka. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Bir poddeshka qilib olishing kerak. Bo'ldi aka, momoyu. Nima qilish kerak? Mana bu kalit. Keyin bilan bir joyga borib kelishimiz kerak edi. Kechki paytga shu zakaz o'zing olib borib berasan. Hop. Aytgandek, mana bu telefonni ofisda berib yuborishdi. Vakatsiyasi ichida. Men shoshayotgandim, o'zing bilasan. Takoy mashinam bo'lsa, bab boshqachada. Manga qara o'rtoq. Bitta mashina chiqyapti-da. Ozgina yetmayapti, yordam qila olmaysan? Qanaqa? Bitta ozgina haydalgan, etpetiga qarasa odam bo'ladi. Ana bo'ldi aka. Vaqtida olib kelib berdinglar, sal qolsa uyalib qolardik. Mana bu yuk puli 1,5 ming. Mana bunisi o'zingizga. Bu yerda ko'p aka? Tushiradigan bolalar bor edi, ketib qolishdi. Hammasini o'zingiz qarashdingiz. Va shu o'zingizga roziman. Rahmat aka. Charchamang. Yoningdagi boy qani? Boburmi? Ha. Eshitmadingmi? Amaksi yondirib tashladi-yu. Telefonini, pulini, mashinasini olib qo'ygan. Bichlarga o'xshab yuribdi, skladlarda yashab yuribdi. Men bilmayman. O skirt. O'rtoq tinchlikmi? Kech yurding-ku, oldi og'aynim, yaqinimni pulini ishlatib qarab qilib billa boshga tushgan paytda endi shunaqami? Oqadan gapirishmi? O'rtoq noto'g'ri emassan. Qochaninda. Ertasi yo'q bu yo'llarni. Ertasi yo'q bu mahallani. Aka, bitta choy berib oling. Ishlatmaydi kallani. Xo'sh. Ertasi yo'q bu bollani. Alo. Men Boburman, Jasur. Nima telefon qo'shsa, menga meni bezovta qilib. Menga qara, baqir-chaqir qilma. Anundan top. Bugun bir chayib qilaylik, o'rtoq. Ertasi yo'q bu yo'llarni. Chayib qilaylik, o'rtoq. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Boburni yaqin o'rtoq ekansanmi? Ha, yaqin og'aynisizmi? Salla to'ringda yaxshi gap eshitmayapman. Rahmat. Cho'tta sallan yurishlaring yoqmayapti deymang. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qisqasi Boburni yaqinida yurishingni xohlamayapman. Nima deganingiz bu? Bobur meni yaqin og'aynim, yonimda bo'lgan qiyomatligimi? Yo'q, Ha? Endichi O'zi aka aytolman Boburga. O'rtoq, bunaqa yuravermaylu. O'zi menga ham yoqmayapti. Siz tushundimi? Rahmat. meni tushunding-a? Yonida qaytib ko'rmayman seni. Bo'ldi. Rahmat. Billat, nima qilsam ekan-a? Mana boshqa bezovta qilma. Bir kun yo'limdan chiqasan. Boburni chaqirib olaring menga. Bobur san tepaga chaqshat. Endi bu yog'iga o'z mashina mas'uliyat bilan qarab bosh-qosh bo'lib berasiz. Xo'p, bo'ladi aka. Ona, jiyanning o'zi ham keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Boburjon, jiyan. Tanishganimdan xursandman. Endi bu siz o'rningizda mashina sotuvchi bo'lib ishlaydi. Ma'rufni endi bu yerga ish boshqaruvchi qilib tayinlaymiz. Ma'qulmi, Ma'ruf? Ma'qul, albatta. Tabriklayman. Rahmat aka. Ishonchingizni oqlayman. Ha, ne kelding? Короче, pul bor. Ko'paytirish kerak. Tema bor, qo'shilasanmi? Davay. Faqat ko'tiga javob bering. Kelishdik. Ma'ruf aka, skladga hamma mollarni joy-joyiga qo'yib, zakazlarni chiqarib yubordim aka. Ancha o'rganib qoldingizmi ishlarga?
Bo'ladi. Skladdan yaxshi lekin. Yaxshi. Bo'lmasa menga ruxsat aka. Ozgina charchaganni vohliroq boring. To'xtang. Telefoningiz qolib ketyapti. Xayol bilan. Bo'p turadi. Rahmat. Telefonni kim berib yuborganini bilasizmi? Ofisdan berib yuborishim. Amakisi berib yubordi telefonni. Shuncha puli bor odam bitta xatosini deb bunday qilish kerak emas-u. Mayli, o'ylamang. Mana shu yerdagi ishlarni qotiraylik, birgalikda hali ko'p narsaga erishamiz. Bo'ladimi ukam? Bo'ldi, gap yo'q aka. Eshitgansani, yemoni qusmog'i bor. Bilaman. Bu ishga badali umring bo'ladi. Aka, orzularim katta. Boshqa yo'l bilan erisha olmayman. Bo'lmasa shundan boshlab tur. Peshona teriga pul topish qalay ekan? Sen meni noto'g'ri tushunmagan. Baribir jigarimsan. Jonim achigandan senga gapiryapman. Mana ko'rding o'zing. Hech narsaga qolmaganingda yoningda hech kim qolmadi. Hayot. Men o'ylaganchalik uni qonsolmas ekan. Hammasini tushunib yetolmadim. Orzularim juda ham katta. Xudo xolasa bundan buyog'iga halol topgan pulim bilan erishaman. Rahmat sizga aka. Bu narsalarni siz sabab tushunib yetdim. Ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahalla. Botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu ollanib, ertasi yo'q bu yo'llar. Ertasi yo'q. Qoram yog'vordi. Gapirma. Ertaga tinarmikan? Ishga borish kerak. Tushunmadim. To'xta! Farq aka yengillik bor aka. Tinchlikmi? Bitta katta obyektni oldim. 300 millionlik mebel bilan to'ldirish kerak. Bunaqa ishlaysiz deb o'ylamadim. Qo'ldan kelgancha faqat skladga ketib qo'yishimiz kerak, aka. O'zi sizdek odamlar bizga kerak edi. Va sandagi siqlanib qancha oylik bizimga ketdi? Savdolar yaxshimi? O'ylaganimizdan ham zo'r bo'lyapti aka. Ha, yaxshi. Jiyan qalay jiyan? Yaxshi aka, faqat shu ozgina mas'uliyatsiz. Ishonib bo'lmayapti-da shu bolaga. Nima plan? Bitta jiyanim bor. Savdoni ham zo'r bo'ladi. O'shani ishga olaylik. Ishxonani sizga topshirganman. To'g'ri deb bilgan ishingizni qilavering. Takoy mashining bo'lsa, babi boshqacha-da. Ma'ruf aka? Yo'q edi-la aka. Boburmi? Eshitmadingmi? Amakisi yondirib tashladi-yu uni. Mashinasini, telefon pullarini olib qo'ygan. Bichliga o'xshab yurtni qatladadi. Aka, siz hozir Bobur emasmidi? Ha, Bobur ismi. Tinchlikmi? Jasur meni orqamdan gapirganiga to'g'risi ishona olmayapman. Bu hayotda yaqin insonlaringizni ham, mol dunyoni ham bir deganda yo'qotib qo'yish mumkin ekan, aka. Shuning uchun Ma'ruf akam ishga chaqiribdilar-da. Gapi yo'q, orzularing katta ekan. Kattalarni ushlagan buyog'iga boshqacha bo'ladi. Orqa oldingga qarab yur. Hop. Yaxshi, sizlar. Bitta kapuchino berib yuboring, saboyga. Yakki bo'lsinmi, sredniy bo'lsinmi aka? Achchiqroq bo'lsin. Aka, 1 minut qarab oling. Assalomu alaykum. Charchasizlar. Ben zakaz qilyapman, aka. Qanaqa zakaz? 300 millionlik zakaz. 300 million? Menimcha adashyapsiz, aka. Men kim aka? Ishchingizni qo'liga naqd topshirganman. Qancha bo'lib ketdi, aka? Uni oydinlashtiraylik. Aka. Men hozir telefon qilaman. Aka, menga unaqa bedana o'yin qilmang. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Qizishmay, men hammasini hal qilib sizga aloqa chiqaman. Maylimi, nomeringizni yozib olsam? Yozib oling, aka. 97lik. Nima, meni 300 millionlik zakazdan xabarim yo'q. Ito klientga bormagan bu zakaz. Ma'ruf akam zakaz chiqarib yubording-da o'tla. Tez menga top Ma'rufni. Tez dedim men senga.
Bo'ldi, oka tanlagan modelingizga kech payt chiqazaveramiz. O Bekzod. Ma'ruf qani? Mag'attamilimi? Ha jiyanisan u. Qanaqa jiyan? Oka bilan biz ko'chada tanishganmiz. Jiyan deb yurganiga hop deb kelyotgandim. Fay. Salla hazillashyapsanlar? Topish kerak Ma'rufni. Bo'l, topamiz, nega yoqmoqsan? Yengi bolang yaxshi ketayotgan ekan-a? Orzulari bilan yashab tursin-chi. Bilasan, menga shovqin qilganlar yoqmaydi. Ko'p emas, ozgina qoldi. Masalasi hal bo'ladi. Ma'ruf mahallasi masjidda bo'lish kerak lekin. Men hali ham tushunmayapman-da. Amakim unga ishonardilar. Qanaqa qilib bunaqa ish qildi? U jasurmi? Tushunmadim, nima qilyapti u? Qayerchi? Jasur? Bobur? Ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahallani. Bitta ishlat. Omadga ushab qolish kerak. Qo'lingga bitta katta pul kelib qolsa, nima qilishingni bilmay qolar ekansan, o'rtoq. Amaking do'konlari shuncha paytdan ishlayotgan bo'lsang, davay, senga bitta ofisni magazin ochamiz. Erkinlikni o'z qo'ling berayotgan bo'lsalar, nima muammo? Gapirish oson. Bitta magazinni ochish o'zi emas, agar bilsang. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Manglishan, sen eplaysan. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. To'g'ri aytasan. Nima sen silabi bo'lib ketyapsanmi? Dakansa kayf qilish kerak. Bitta takoy mashina bo'lsa, bari boshqada. Bilib qoldilarmi kayf qilib yurganlaring, ha? Sinniysan. Qanchadan qancha odamlar hayotini buzayotganingni bilyapsanmi o'zi? Men boshqa bir yo'ldan yura olmayman. Alo. Allo, Jasur akasi bo'lasizmi? 16-valensiyaga tez yetib keling. O'sha kundan keyin amakim nimagadir yo'q qoldilar. Ma'ruf ish bilan o'rgandirlar-da. Bilasam, no o'ylab qarasam, amakim to'g'ri ham aytadilar-da. To'qqilikka sho'xlik qilib, noto'g'ri yo'llarda yurib tashaganman. Sen unaqa bo'laverma. To'g'ri yo'lga qaytishga hali ancha vaqt bor, o'rtoq. To'g'ri aytasan. Amaykani ko'rmoqda, o'rtoq. Ertaga ochish ketdi, zo'rlik xo'rsa zo'r bo'ladi, o'rtoq. Tavay ketdi. Bugungi dunyo ammo kechagidek emas. Ishlab bo'lib ketyapti, xayolingga kelmas. Nafsimizni xohishlari ko'p, unga qat'iyat bilan yo'qligimiz kelmas. Ko'p narsani boy berganmiz allaqachon, oltinlardan arzonroq uradi bu jon. O'yin kulguga beriladi battar inson tushunib yetadi qachon. Unutib bormoqda o'zligini bu dunyoga nechun Sen eplaysan-da. Hali bundan ham ko'p ishlar qiladi. Foydasi yo'q afsuslanganligini. Nima bo'ldi bu dunyoga, nima bo'ldi odamlar? Yo'lab ketamiz gunohga, zulmatga bosib qadamlar. Bolani orzulari katta edi. Hali bu yo'l bilan hech orzulariga yetishmagan. Bilmaymiz yana qancha qoldi, balki qolmagan fursatlar. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul.